Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan hayotingizda juda muhim rol o'ynashi mumkin bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Hozirgi kunda internetda ilmaydan kartangiz bloklanadi, nafaqachilar ro'yxati o'chib qo'yildi degan sarlavhalar juda ko'p tarqalmoqda. Bu sarlavhalar ko'plab savollar, xavotirlar va vahimalarni keltirib chiqarmoqda. Bugungi videomizda aynan shu mavzuning tubiga yetamiz. Qanday haqiqatlar bor, qaysi ma'lumotlar asossiz va eng muhimi o'zingizni qanday himoya qilishingiz mumkinligini atroflicha tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir nafaqaxo'r uchun, ularning oila a'zolari uchun, umuman olganda har bir fuqaro uchun juda muhimdir. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirning o'zidayoq kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Bu bizga kelgusida siz uchun foydali kontent yaratishda katta yordam beradi. Muammoning mohiyati va o'zgarishlar avvalgi tizimda nafaqalar va boshqa ijtimoiy to'lovlar asosan plastik kartalar orqali amalga oshirilardi. Ko'pchilik uchun bu juda qulay usul edi, chunki pulni bankka borib navbatda turmasdan olish, do'konlarda xarid qilish yoki xizmatlar uchun to'lash imkonini berardi. Ammo afsuski bu tizimda ba'zi kamchiliklar ham bor edi. Masalan, ba'zi holatlarda nafaqaxo'r vafot etganidan keyin ham uning kartasiga pul kelishda davom etishi yoki shaxsning ma'lumotlari eskirgani, yashash manzili o'zgargani sababli to'lovlarni nazorat qilish murakkablashardi. Ba'zi pensionerlar o'z kartalaridan deyarli foydalanmasdi. Nafaqa yillar davomida kartada yig'ilib turardi. Bu esa iqtisodiy nuqtai nazardan banklar uchun ham, davlat uchun ham bir qator muammolarni keltirib chiqarardi. Ba'zan firibgarlar aynan shu bo'shliqlardan foydalanib, keksa yoshdagi fuqarolarning kartalariga egalik qilib, ularning pullarini yechib olish holatlari ham kuzatilgan. Endilikda vaziyat biroz o'zgardi. Hukumat va bank tizimi nafaqalar taqsimoti va ulardan foydalanish shaffofligini oshirish, firibgarlik holatlarini kamaytirish, shuningdek mablag'larning o'z egasiga o'z vaqtida va to'g'ri yetib borishini ta'minlash maqsadida bir qator yangi tartiblarni joriy etishga kirishdi. Bu yangiliklar asosan ma'lumotlarni yangilash, kartalarni faollashtirish yoki belgilangan muddatlarda ma'lum harakatlarni amalga oshirishni talab qiladi. Mana shunday o'zgarishlar tufayli ayrim ommaviy axborot vositalari yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sensatsiyachi sayfalar kartalar bloklanadi degan shov-shuvli sarlavhalar ostida xabarlar tarqatishmoqda. Aslida bu bloklanish ko'pincha faqat vaqtincha bo'lishi va oddiy harakatlar bilan bartaraf etilishi mumkin bo'lgan tekstnik yoki ma'lumotlarni yangilash bilan bog'liq bo'ladi. Lekin harakat qilmaslik albatta pulingizga vaqtincha yetib borishingizni cheklab qo'yishi mumkin. Muhim tafsilotlar kimlar xavotir olishi kerak va kimlar xavotir olmasligi kerak. Endi esa eng muhim savolga javob beramiz. Kimlar bu vaziyatdan xavotir olishi kerak va kimlar uchun bu xabarlar shunchaki mish-mish bo'lib qoladi? Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchidan, agar sizning nafaqangiz bir necha oydan beri plastik kartangizga kelib tursa-yu, siz bu kartadan deyarli foydalanmayotgan bo'lsangiz, demak sizning kartangiz potensial xavf ostida bo'lishi mumkin. Banklar ma'lum bir muddat davomida, masalan 6 oy yoki 1 yil harakatsiz bo'lgan kartalarni monitoring qilishadi. Bu holatda bank sizning kartangizni vaqtincha bloklab, sizdan uni faollashtirishni yoki ma'lumotlaringizni tasdiqlashingizni so'rashi mumkin. Masalan, 75 yoshli Murod aka 6 oydan beri nafaqasini kartasiga o'tkazib oladi, lekin uning barcha xarajatlarini farzandlari naqd pulda qoplab berishadi. Murod aka esa plastik kartasidan umuman foydalanmaydi. Bunday holatda bank Murod akaning kartasini avtomatik tizim orqali harakatsiz deb belgilab, uni vaqtincha bloklashi mumkin. Bu jarayon firibgarlikning oldini olishga qaratilgan, chunki harakatsiz kartalar firibgarlar uchun o'lja bo'lishi mumkin. Murod aka bankka murojaat qilib, o'z shaxsini tasdiqlaganidan so'nggina kartasiga kirish huquqini qaytarib oladi. Ikkinchidan, agar sizning pasport, ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz yoki familiyangiz o'zgargan bo'lsa, lekin siz bu o'zgarishlarni nafaqani hisobga oluvchi organlarga yoki bankka xabar bermagan bo'lsangiz, siz ham xavotir olishingiz kerak. Davlat organlari va banklar o'z ma'lumotlar bazasini muntazam yangilab turishadi. Agar sizning ma'lumotlaringiz davlat ro'yxatidagi ma'lumotlarga mos kelmasa, bu ham to'lovlarni vaqtincha to'xtatishga olib kelishi mumkin. Masalan, 65 yoshli Gulnor Solovchi avval turmushga chiqib,
familiyasini o'zgartirdi. Lekin bu haqda nafaqani hisobga oluvchi organlarga na bankka xabar bermadi. Uning kartasiga kelayotgan nafaqa to'lovi bir muncha vaqtdan keyin Gulnora Aksolaning eski familiyasidagi ma'lumotlar yangi ma'lumotlarga mos kelmagani sababli to'xtatilishi mumkin. Uning kartasi vaqtincha bloklanadi. Chunki tizimda ma'lumotlardagi nomuvofiqlik safsizlik signalini ishga tushiradi. U albatta bankka yangi pasporti bilan borib ma'lumotlarini yangilashi kerak bo'ladi. Uchinchidan, agar siz boshqa turdagi, masalan, eski uzkart yoki faqat naqd pul yechishga mo'ljallangan karta orqali nafaqa olayotgan bo'lsangiz va hukumat yaqin, orada humo yoki visa yoki mamlakat ichida qo'llaniladigan boshqa zamonaviy tizim kabi universalroq, xavfsizroq kartalarga o'tishni majburiy qilib qo'ysa, siz ham kartangizni yangilashingiz kerak bo'lishi mumkin. Bu yangi tizimlar ko'proq himoya vositalariga ega bo'ladi va internet banking, mobil ilovalar orqali to'lovlarni osonroq amalga oshirish imkonini beradi. Bunday holda eski turdagi kartalar ma'lum bir muddatdan keyin bekor qilinishi yoki ularga nafaqa tushishi to'xtatilishi mumkin. Masalan, 70 yoshli Qodir aka faqat Uzcard Classic kartasidan foydalanadi. Agar davlat humo kartalariga majburiy o'tishni joriy qilsa, Qodir aka o'z bankiga borib, humo kartasini oshtirishi va nafaqani hisobga oluvchi organlarga yangi karta raqamini taqdim etishi shart bo'ladi. Agar u buni qilmasa, uning Uzcard kartasiga nafaqa tushmay qolishi mumkin. Kimlar savotir olmasligi kerak. Agar siz doimiy ravishda kartangizdan foydalanayotgan bo'lsangiz, ya'ni uning orqali xaridlar qilib, kommunal to'lovlarni amalga oshirib yoki naqd pul yechib olib turgan bo'lsangiz, demak sizning kartangiz faol hisoblanadi. Banklar faol kartalarni kamdan kam holatlarda bloklaydi. Sizning holatingizda bank sizning to'lov tizimining faol a'zosi ekanligingizni biladi va sizning ma'lumotlaringiz dolzarb bo'lsa, hech qanday muammo yuzaga kelmaydi. Masalan, 68 yoshli Zuhra aya har oy o'z nafaqasidan do'konda mahsulot sotib oladi, kommunal to'lovlarni to'laydi va nabirasiga pul o'tkazadi. Uning kartasi doimiy ravishda harakatda bo'ladi. Bunday holatda Zuhra ayaning kartasi bloklanish ehtimoli juda past. Bank uni mijoz deb biladi va savotirlanishga sabab yo'q. Agar sizning barcha shaxsiy ma'lumotlaringiz, pasport, yashash joyi, familiya va hokazo dolzarb bo'lsa va siz bu ma'lumotlarni vaqtida nafaqani hisobga oluvchi organlarga va bankka taqdim etgan bo'lsangiz, siz ham savotir olmasligingiz kerak. Davlat tizimlari va bank ma'lumotlar bazalaridagi nomuvofiqliklar yo'qligi sizning nafaqa to'lovlarining uzluksiz davom etishini ta'minlaydi. Masalan, 62 yoshli Olim aka pensiyaga chiqqanidan beri har yili bir marta bankka borib, o'z ma'lumotlarini tekshirtirib, yangilab turadi. Pasporti o'zgartirilganida ham darhol bank va nafaqani hisobga oluvchi organlarga xabar bergan. Uning holatida ma'lumotlar bazasida hech qanday nomuvofiqlik yo'q. Shuning uchun kartasi bloklanishi haqida qayg'urmasligi mumkin. Va nihoyat, agar siz yangi turdagi, masalan, humo yoki visa kartadan foydalanayotgan bo'lsangiz va u orqali muntazam ravishda amaliyotlar o'tkazsangiz, siz ham so'tirjan bo'lishingiz mumkin. Chunki zamonaviy kartalar ko'proq himoyalangan, ularning tizimlari yanada takomillashtirilgan bo'ladi va davlatning yangi talablariga mos keladi. Siz bu holatda hech qanday muammosiz nafaqangizni olishda davom etasiz. Masalan, 72 yoshli Saida opa nafaqasini humo kartasiga oladi. U mobil ilova orqali hisobini doim nazorat qilib, to'lovlarni amalga oshiradi. Uning kartasi zamonaviy talablarga javob beradi va faol ishlatiladi. Shuning uchun Saida opa ham kartasining bloklanishi haqida savotir olmasligi kerak. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday qoida o'z istisnolariga ega bo'lgani kabi nafaqa to'lovlari va kartalarni bloklash masalasida ham ba'zi noaniq nuanslar va kutilmagan holatlar mavjud bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda bank tizimidagi teknik nosozliklar sababli ham kartalar vaqtincha bloklanishi mumkin. Bu sizning aybingiz bilan bog'liq bo'lmaydi, balki bank tizimidagi satoliklar yoki yangilanishlar sababli yuzaga keladi. Bunday holatlarda odatda bankga muddat ichida muammoni bartaraf etadi va mijozlarga xabar beradi. Masalan, bank tizimini yangilash jarayonida ba'zi mijozlarning kartalariga vaqtincha kirish cheklanishi mumkin. Bu holatda bankning mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limiga telefon qilib, vaziyatni aniqlash maqsadga muvofiqdir.
Ular odatda sizga bu vaqtinchalik muammo ekanligini va qancha vaqt ichida hal bo'lishini aytishadi. Shuningdek, firibgarlik harakatlarining oldini olish maqsadida banklar tomonidan kutilmagan bloklashlar ham sodir bo'lishi mumkin. Agar sizning kartangizdan odatdagidan tashqari katta summadagi operatsiyalar amalga oshirilsa yoki kartadan kutilmagan joyda, masalan chet elda, agar siz u yerga bormagan bo'lsangiz, foydalanishga urinishlar bo'lsa, bank sizning xavfsizligingizni ta'minlash maqsadida kartani avtomatik ravishda bloklashi mumkin. Bunday holatlarda bank siz bilan bog'lanib, operatsiyani tasdiqlashingizni so'raydi. Agar siz bank telefon qo'ng'iroqlariga javob bermasangiz yoki uzoq muddatda bog'lana olmasangiz, karta blokda qolishi mumkin. Shuning uchun bankning telefon raqamlarini doimo saqlash va notanish raqamlardan kelgan qo'ng'iroqlarga ehtiyotkorlik bilan yondashish juda muhim. Bank xodimlari hech qachon sizdan karta raqamingizning to'liq seriyasi, PIN kodingiz yoki CVV kodini so'ramaydi. Shubhali qo'ng'iroqlarga e'tibor bermang. Yana bir noaniq nuansa shundaki, ba'zi holatlarda nafaqa sho'rning yoki sog'ligi bilan bog'liq sabablar tufayli uning qobiliyatini tekshirish talab qilinishi mumkin. Bu ayniqsa uzoq muddat davomida kartasi harakatsiz bo'lgan yoki ma'lumotlarida nomuvofiqliklar mavjud bo'lgan keksa yoshdagi fuqarolarga tegishli bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda nafaqani hisobga oluvchi organlar nafaqashordan shaxsan murojaat qilishni yoki ma'lum bir hujjatlarni taqdim etishni talab qilishi mumkin. Bu asosan nafaqa mablag'larining noto'g'ri shaxsga o'tkazilishining oldini olishga qaratilgan bo'ladi. Masalan, 80 yoshdan oshgan keksalarning nafaqalari uzoq vaqt yechilmasdan turgan bo'lsa, nafaqani hisobga oluvchi organlar ularning holatini aniqlash maqsadida murojaat qilishlarini so'rashi mumkin. Bu yerda asosiy maqsad nafaqa haqiqatda o'z egasiga yetib borishini ta'minlash. Shuningdek, nafaqaga to'lovlari bilan bog'liq qonunchilikka kiritilishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar ham muhimdir. Hukumat ma'lum muddatlarda nafaqa tizimini takomillashtirish maqsadida yangi qonun va qarorlar qabul qilishi mumkin. Bu o'zgarishlar plastik kartalardan foydalanish tartibiga, ma'lumotlarni yangilash muddatlariga yoki nafaqaxo'rlar uchun yangi majburiyatlarga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun rasmiy manbalardan, davlat idoralarining veb-saytlari, rasmiy nashrlar keladigan xabarlarni kuzatib borish juda muhimdir. Mish-mishlar va tasdiqlanmagan xabarlarga ishonmaslik kerak. Faqatgina rasmiy manbalar orqali olingan ma'lumotlarga asoslanib harakat qilish zarur. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Agar siz yuqorida aytib o'tilgan saf guruhiga kirishingizdan shubhalansangiz yoki shunchaki xotirjam bo'lishni istasangiz, quyidagi amaliy qadamlarni amalga oshirishingizni tavsiya qilaman. Birinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Bank kartangizdan so'nggi marta qachon foydalanganingizni eslang. Agar siz bir necha oydan beri 3 oydan 6 oygacha undan foydalanmagan bo'lsangiz, uni faollashtirish uchun istalgan bankomatdan ozgina miqdorda naqd pul yechib oling yoki kartadan foydalangan holda do'konda xarid qiling. Hatto 1000 so'mlik non sotib olish ham kartangizni faol holatga keltiradi. Agar siz bankomatga bora olmasangiz yoki do'konlarda karta orqali to'lash imkoniyati bo'lmasa, kartangiz bilan aloqador bo'lgan mobil ilova orqali agar mavjud bo'lsa, kommunal to'lovlarni amalga oshiring yoki telefon hisobingizni to'ldiring. Bu harakatlar bank tizimiga sizning kartangizdan foydalanayotganingizni ko'rsatadi va uning harakatsiz deb hisoblanib bloklanishining oldini oladi. Ikkinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilang. Pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz yoki telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, darhol o'zingizga nafaqa to'layotgan banka va nafaqani hisobga oluvchi organlarga murojaat qiling. Buning uchun siz bankning filialiga shaxsiy pasportingiz bilan borishingiz kerak bo'ladi. Bank xodimlari sizning ma'lumotlaringizni tizimda yangilashadi. Nafaqani hisobga oluvchi organlarga esa, agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgartirilganligi haqidagi hujjat bilan murojaat qilish talab qilinishi mumkin. Odatda ular sizdan ma'lumotlaringizni tekshirish uchun shaxsiy guvohnoma, pasport taqdim etishingizni so'rashadi.
Agar siz yashash joyingizni o'zgartirgan bo'lsangiz va bu sizning nafaqa to'lovlariga ta'sir qilishi mumkin bo'lsa, nafaqani hisobga oluvchi organning hududiy bo'limiga borib, ma'lumotingizni qayta ro'yxatdan o'tkazishingiz kerak bo'ladi. 3-qadam bank bilan bog'laning. Agar sizning kartangiz bloklangan bo'lsa yoki nafaqa kelmay qolsa, darhol bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Har bir bankning o'zining mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi bor. Telefon raqami odatda bank kartasining orqa tomonida yoki bankning rasmiy veb-saytida ko'rsatiladi. Qo'ng'iroq qilayotganda o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport seriyasi va raqami kabi tayyorlab qo'ying, chunki operator sizning shaxsingizni tasdiqlashingizni so'rashi mumkin. Ular sizga bloklash sababini tushuntirib berishadi va muammoni hal qilish uchun keyingi qadamlarni aniq aytib berishadi. Bu odatda bank filialiga shaxsiy murojaat bilan bog'liq bo'ladi. 4-qadam nafaqani hisobga oluvchi organga murojaat qiling. Agar bank muammo bankdan emas, balki nafaqa to'lovining o'zidan kelib chiqqanligini aytsa, demak siz pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. U yerda siz o'z shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport bilan borib, nafaqa to'lovining to'xtatilish sababini aniqlashingiz mumkin. Ular sizga nima uchun nafaqa kelmayotganini tushuntirib berishadi va qanday hujjatlarni taqdim etish kerakligini aytishadi. Ehtimol sizdan qandaydir ma'lumotni tasdiqlash yoki yangi arizani to'ldirish talab qilinishi mumkin. 5-qadam yangi turdagi karta ochishni o'ylab ko'ring. Agar siz hali ham eski turdagi plastik kartadan foydalanayotgan bo'lsangiz, zamonaviroq va xavfsizroq kartaga, masalan Humo yoki Visa o'tishni ko'rib chiqing. Bu kartalar ko'proq qulayliklarni taklif etadi va kelajakdagi mumkin bo'lgan cheklovlardan himoyalaydi. Yangi karta ochish uchun siz bank filialiga shaxsiy pasportingiz bilan borishingiz kerak bo'ladi. Bank xodimlari sizga barcha zarur ma'lumotlarni berishadi va yangi kartani tez fursatda rasmiylashtirishga yordam berishadi. Yangi karta ochilganidan so'ng nafaqani hisobga oluvchi organga yangi karta raqamingizni taqdim etishni unutmang. Xulosa va yakuniy chorlov. Qadrli do'stlar, bugungi videomizda biz itmaydan kartalar bloklanadi degan shov-shuvli xabar ortidagi haqiqatlarni va yashirin nuanslarni atroflicha ko'rib chiqdik. Esingizda bo'lsin, bu ko'pincha firibgarlikning oldini olish, ma'lumotlar shaffofligini oshirish va mablag'larning o'z egasiga yetib borishini ta'minlashga qaratilgan odatiy texnik yoki ma'muriy choralar bo'lishi mumkin. Eng muhimi, vahimaga tushmaslik, balki vaziyatni to'g'ri baholab zarur choralarni ko'rishdir. Yuqorida aytilgan amaliy maslahatlarga amal qilsangiz, kartangiz bloklanishidan yoki nafaqangizni olishda qiyinchiliklarga duch kelishdan himoyalanasiz. O'z fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Sizning tajribangiz boshqalar uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Bu sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun eng katta motivatsiya manbai. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Sog' salomat bo'ling.